Navbatdagi misolimiz 28-fevral 2026-yil 1-smena 13-savol. Demak, bizga berilgan kosinus alfa qo'shilgan ildiz kosinus beta 0, 2 alfa qo'shilgan beta 180 gradus bo'lsa, alfa minus beta ayirmani musbat qiymatini toping degan. Demak, birinchi qiladigan ishimiz bizga berilgan 2 alfa qo'shilgan beta teng 180 gradusdan betani topib olamiz. Demak, beta burchak 180 gradus minus 2 alfa. Ana endi berilgan ifodaga keltirib qo'yamiz. Kosinus alfa qo'shilgan ildiz kosinus betani o'rniga 180 gradus minus 2 alfa teng 0. Ana endi kosinus alfa bu keltirish formulasidan kosinus norma o'zgarmaydi. Ikkinchi chorakka tushgani uchun minus bo'lib chiqadi. Demak, minus ildiz kosinus 2 alfa teng 0. Kosinus alfa ayrilgan ildiz kosinus 2 alfani joyiga 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 ko'rinishga qo'yamiz. Endi qavsni ochib chiqib o'ng tarafga o'tkazsak 2 ildiz kosinus kvadrat alfa ayrilgan kosinus alfa ayrilgan ildiz ko'rinishga keladi. Agar kosinus alfani t deb belgilaydigan bo'lsak, bizga demak eksperimentga qo'ysak 1 plus minus ildizni ichiga 1 qo'shilgan 24 taqsim 4 ildiz ya'ni 1 qo'shilgan plus minus ildiz 25 dan 5 chiqadi taqsim 4 ildiz. Ana endi buni plyusigini oladigan bo'lsak, bizga kosinus alfa 6 taqsim 4 ildiz ya'ni ildiz taqsim 2. Bundan ko'rinib turibdiki, alfa 30 gradus. Chunki kosinus 30 gradusda ildiz taqsim 2 ga teng. Ana endi bizga ana bu yerda berilgan 2 alfa qo'shilgan beta 180. Demak, alfa 30 bo'lsa, 2 alfa 60 bo'ladigan, betamiz 120. Demak, beta burchagimiz 120 gradus. Bizga savol kelgan, demak, modulning ichida alfa ayrilgan beta. Bizga demak 30 dan 120 ayirsak, minus 90 moduldan 90 gradus chiqadi. 13-misolimizning javobi C javob.